Begona ayollar bilan, nomahram ayollar bilan don olishib, sevishib, oshiq-moshig' bo'lib, gunoh qilib yuradigan erkaklar o'zingizning juft halolingizdan, ayolingizdan bo'lgan lazzat ketib qolardi. Siz uchun bo'lgan lazzat. Ayolingiz yoqmay qoladi, xunuk ko'rinadi qanaqadir. O'zi asli ayol chiroyli bo'ladi. Ayolda fayz, barakasi bo'ladi. Lekin sizning ko'zingizga shunaqa ko'rinaveradi. Nimaga? Mana bu nomahram ayollar bilan doimiy muloqotda bo'lish, ular bilan gunoh ishlar qilishlik sababidan siz gunohkor bo'lganingizdan keyin gunohning ta'sirida o'zingizning juft halolingiz siz uchun nima bir yoqimsiz bo'lib ko'rinadi. Nimaga desa shayton shunday ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun ham Alloh taolo vala taqrabuz zina degan. Zino qilmanglar emas, zinoga yaqinlashmanglar degan. Nomahram ayollar bilan gaplashishni to'xtatish kerak. Rizqiga, umriga, hayotiga baraka kirishni istagan odam to'xtatadi. Bu ishni qilmaydi. Chunki uni halolasi bor. O'zini pok juft haloli bor. Va ertaga o'sha insonlar oldida qiz farzandlar bo'lsa 10 karra ko'proq qo'rsin. Ertaga qiziga ham kimdir shunday muomala qilib qo'ymasin. Birovni qiziga, birovni ayoliga ko'z olaytirish mutlaq harom, shariat dinida, islom dinida bu narsa mumkin emas. Tiyilaylik, hurmatli akalar, ukalar. Savob emas, gunoh bo'ladi. Harom bo'ladi. Joiz emas bo'ladi. Mumkin emas bo'ladi.